Assalomu alaykum. Farzand psixologiyasini bugungi mavzusi bo'lajak millionerlarni qanday tarbiyalash sirlari haqida bo'ladi. Albatta, inson millioner bo'lib tug'ilmasligi mumkin, lekin jamiyat tomonidan, ayniqsa ota-ona tomonidan tarbiyalanish natijasida millionerlik darajasiga erishishi mumkin. Bunga nimalar sabab bo'ladi? Insonning genida ham boylik orttirishga nisbatan harakat, motiv shunaqa genlar borki, muvaffaqiyatga erishishni istaydigan. Siz agar kambag'al oilada tug'ilgan bo'lsangiz, lekin sizni geningizda, ya'ni sizni ota bobolaringizda boy bo'lib, muvaffaqiyatga erishgan, jamiyatda o'zini tutgan, qandaydir odamlar tomonidan katta mavqeda yashagan, o'ziga serobgarlik, farovonlikda yashagan insonni avlodlari bo'lsangiz, albatta sizni ham boylikka erishish, farovon hayotda yashash ehtimoli juda ham katta bo'ladi. Bu nimaga bog'liq? Inson oddiy sharoitda ham shunaqa o'y fikrlar tinch qo'ymaydi. Agar sizni geningizda, DNKingizda shunaqa xususiyat bo'lsa, men bu dunyoga oddiy inson bo'lish uchun kelmaganman. Men harakat qilishim kerak va o'sha istak, o'sha xohish tinch qo'ymaydi. O'sha hayotda o'zingizni rejalaringizni, o'zingizni loyihalaringizni, o'zingizni hayotga beradigan vazifalaringizni tunu kun ko'proq o'ylaysiz va bu narsa sizni doimiy harakatga keltiradi. Agar sizda shunaqa gen tomonlama bunaqa imkoniyat bo'lmasa, lekin siz tarbiyalanib, o'qib, o'z ustingizda ishlab, bunga albatta erishsangiz bo'ladi. Uning uchun insonning ichida bloklari bo'ladi. Albatta, boylik bilan bog'liq birinchi bizning yoshligimizdan qo'yiladigan bizga eng katta blok pul. Bu yomon narsa. Pul insonni buzadi. Pul jirkanch, iflos narsa, oqibatda yo'qotadi degan o'y, fikr, xayollar bizga eng katta to'siq bo'ladi. Pul insonni aynitadi, pulga berilib ketgandan keyin inson o'zligini yo'qotadi degan qo'rquvlar 1-2 bo'lmasligiga balki hozirgi kunda sabab bo'layotgan bo'lishi mumkin. Va bu avtomatik ravishda sizni ham farzandlaringizni taqdiriga, ularni pul bilan bog'liq muammolariga sabab bo'ladi. Masalan, bitta ona, agar e'tibor bering, o'zingizni ota-onangiz, buvlaringiz, tog'a-xolalaringizni hayotida kuzatsangiz, agar ular oddiy sharoitda yashashayotgan bo'lsa, albatta ularni pul bilan bog'liq qandaydir vaziyatlari, qo'rquvlari bo'lishi mumkin. Va 4 ta avlodda bu qo'rquv davom etar ekan. Ya'ni masalan, birinchi avlodda kimdir pulini yo'qotgan bo'lsa, o'g'irlatgan bo'lsa, davlat olib qo'ygan bo'lsa va hokazo shunaqa vaziyatlar bo'lsa, bu avlod keyingi avlodga pul yig'ma, pulni baribir sendan olib qo'yishadi, pul yiqqaning bilan 1-2 bo'lmaydi, pul bu anaqa yaxshi narsa emas deb singdiraveradi. Buni natijasida ikkinchi avlod ham pulni yig'ish kerak emas, pul odamni buzadi, pulni baribir bizdan olib qo'yishadi degan qo'rquvlar bilan 3-avlodga o'tkazishadi. Bobingni pulini anaqa olib qo'yishgan, bobing pulini o'g'irlatgan, pulni yo'qotgandan keyin masalan otam juda ham qiyin sharoitga tushib qolgan, bizni boqolmagan, shunaqa qo'rquvlarni 3-avlodga singdiradi. 3-avlod ham avtomatik ravishda 4-avlodga singdiradi, lekin 4-avlodga singdirganda buni anaqa protsenti kamayadi albatta. 50-50 singdiradi. Qaysidir farzandlar buni oladi, qaysi farzandlar buni olmaydi va 4-avloddan keyin yana o'sha muvaffaqiyat
muvaffaqiyatga erishish, hayotda boylik orttirish, badavlat bo'lish imkoniyatlari ko'payarkan. 4-avlodda tozalanadi deb aytiladi. Bu albatta insonni birinchi navbatda o'ziga bog'liq, o'zini o'y-fikr, hayollarini to'g'rilashiga bog'liq, o'zini bloklari ustida ishlashiga bog'liq. Biz qanday farzandlarni pulga munosabatda tarbiyalashimiz kerak? Farovonlikka, bo'lajak millionerlarni tarbiyalashda nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Birinchi navbatda pulga bo'lgan munosabatini o'zgartirishimiz kerak. Bugundan boshlab farzandingizga ko'p pul berishga qo'rqish kerak emas. O'zingiz ham ko'p pul olib yurishga qo'rqishingiz kerak emas. Agar siz yoningizda katta summani olib yurishga qo'rqsangiz, demak siz puldan qo'rqasiz. Pulni yo'qotishdan qo'rquvlaringiz bor. Ya'ni siz sizni o'y-fikr hayollaringizda menda boshqa bunaqa pul bo'lmaydi degan o'y-fikr hayollar bo'ladi. Shuning uchun hech qachon pulingizni yo'qotishdan va o'zingiz bilan olib yurishdan qo'rqmang va farzandingizga ham juda ham katta pullarni ko'rsating, ushlating, his qildiring va shundaqa pullar kelajakda topishiga ishontirish kerak. Agar farzandingiz magazinda, do'konda, supermarketda xaridlarni amalga oshirganda ko'proq unga ishonch bildirish kerak va pullarni iloji boricha berishga harakat qilib, o'zing amalga oshirib ko'rib, shu proses jarayondan ko'proq qovurilishiga, ko'proq shu tajribalardan o'tishiga yordam berishingiz kerak. Bozor munosabatlarini ko'p o'rgatishingiz kerak. Farzandingiz bilan birga ko'proq biznes loyiha, biznes reja, kelajakda qanaqa loyihalarni amalga oshirsa bo'ladi. Farzandingizga shunaqa nazarda qarashingiz kerakki, shunaqa mana islomiy kitoblarda ham o'qiganman. Agar farzandga agar farzandingiz juda ham bo'sh bo'lsa, lapashang bo'lsa, 1-2 bo'lmayotgan bo'lsa, lekin buni birinchi sababi onaga borib taqaladi deyiladi islomiy kitoblarda va onani duolariga borib taqaladi deydi. Demak, siz duo, ya'ni niyatingiz shunaqa toza bo'lishi kerakki, niyatingiz shunaqa bir sof bo'lishi kerakki, masalan, sen odamlarga ko'proq foydang tegish kerak, odamlarni birini ikki qilishing kerak, odamlarni ish bilan ta'minlashing kerak, saxiy bo'lishing kerak, qo'ling ochiq bo'lishi kerak degan narsalarni singdirish kerakligi aytiladi. Bu albatta to'g'ri. Inson ikki xil rivojlanadi. Birinchisi alam bilan rivojlanadi. Kimgadir qasd qilib, kimgadir o'ch olib, kimgadir o'zini ko'rsatish bilan rivojlanadi. Ikkinchisi tabiiy, onani duolari bilan, onani oq potaxalari bilan, onani o'y-fikr hayollari bilan, onani niyat orzulari bilan rivojlanar ekan. O'sha aytganimdek, ona qanchalik farzandini ruhlantirsa, qanchalik ona farzandiga shartsiz munosabatda bo'lsa, farzandi qalbini ochsa, shunchalik farzand kengaya olar ekan hayotda. Masalan, agar farzandingizni alam ustida tarbiyalasangiz, shunaqa bo'ladi. Otangdan hech qanaqa yaxshilik ko'rmadim. Otang birimizni ikki qilmadi. Buving bizani yomon ko'radi. Shu amakilaringni o'g'illarini oldida o'zingni ko'rsatib qo'y. Shu mahalla ko'yda oldida meni sharmanda qilma. Yuzimni yorug' qilgan ilohiy mahalla ko'yi oldida shular ko'rsin seni, shular anaqa uyalib qolsin. Sen shunaqa natijalarga erishginki, hamma mahalladagilar bizani tan olsin, bizga tan bersin degan narsalar bu alam. Ichimizdagi o'zimizni ko'rsatish hissi va bu yo'l bilan ham farzand rivojlanishi, o'sishi mumkin, lekin ichi to'la alam bo'ladi, ichi to'la g'azab bo'ladi, ichi to'la kibr bo'ladi, egoizm kuchli bo'ladi. Lekin ona
san shunaqa yaxshi farzand bo'lginki, mahalla sani duo qilsin, mahallaga ko'proq yordaming tegsin, insonlarni og'irini yengil qilgin degan nuqtai nazarda agar farzandingizni tarbiyalasangiz, u hayotda juda ham katta natijaga erishadi. Ko'pchilik so'raydi, nimaga ba'zi farzandlar ota-onasiga mehribon, lekin ba'zi farzandlar ota-onasiga oqibatsiz, mehrsiz, xabar ham olmaydi, ikkita non ham olib kelmaydi degan savollar bo'ladi. Sababi bu yerda, sababi shunga borib taqaladiki, agar biz hayotda nimani umidida bo'lsak, albatta hamma nimadandir umid qiladi, lekin biz hayotga shart qo'ysak, kimdandir umidvor bo'lib yashasak, kimnidir qo'liga qaram bo'lib yashasak, kimdandir bitta narsa berarmikin, bitta narsa qilarmikin degan umidvorlik bilan yashasak, bizga o'sha narsa berilmaydi. Hattoki islomiy kitoblarda aytiladi, agar deydi, masalan qo'shningiznikida qanaqadir marosim bo'ldi, oshmi yoki bir qanaqadir to'ymi, siz u yerda qarashdingiz, u yerda to'y egalari bilan birma-bir oshlarni o'tkazdingiz va albatta siz umid qilasiz. Nimadir chiqarishidan, nimadir sizga ilinishidan, shuncha qarashganlaringiz evaziga nimadir kutasiz, shu umidvor bo'lasiz. Islomiy kitoblarda aytiladi, agar shu mahsulotdan yesangiz, u chiqarishgan narsalarga umid qilsangiz, hattoki umid qilib, umidvor bo'lib kutsangiz va o'sha narsadan yesangiz, sizga makruh bo'ladi deb aytiladi. Makruh degani bu o'sha narsani yemaganingiz ma'qul degan narsada. Gunohi kamroq, lekin yemaganingiz ma'qul deb aytiladi. Farzandlarda ham xuddi shunaqa. Agar siz shu farzandimdan shunaqa narsa kutaman, farzandim meni u yoqqa olib boradi, bu yoqqa olib boradi, meni hajlarga olib boradi, sen meni yuzimni yoriq qilishing kerak, sen meni faxrim bo'lishing kerak, sen meni el yurt oldida yuzlarimni yoriq qilib olib yurishing kerak degan umidvorlik bo'lsa, albatta o'sha narsa sizda bo'lmas ekan. Hamma inson albatta umid qiladi farzandidan, lekin shart qo'ymasligimiz kerak. Qattiq yopishib olmasligimiz kerak. Farzand uchun biza bir mostmiz. Yaratuvchi bizaga farzandni berdi, lekin u bizani buyumimiz, u bizani shaxsiy narsamiz emas. Biza beradigan narsamizni berishimiz kerak va ularni kuzatib borishimiz kerak. Ular xohlasa bizaga bera oladi. Xohlamasa biza majburlab, sendan nima ko'ruvdim, juda qiyinchilik bilan seni katta qiluvdim, oqibating shu bo'ldimi deyishga umuman bizning haqqimiz yo'q ekan. Qachonki biza agar shunaqa o'y fikr xayollarimiz bilan ham shunaqa narsani o'ylayversak, ular bizani oldimizga kelgisi ham kelmay qolar ekan. Shuning uchun juda ko'p farzandlar hozirgi kunda oqibatsiz ota-onadan xabar olmaydi, sababi ota-ona o'zini o'y fikr xayollari bilan farzandni yeb qo'yyapti. Ya'ni farzandga aytilmasa ham, sendan ko'rganim shumidi, men seni shunaqa katta qiyinchilikda balnisa kasalxona va kasalxona qiyinchilik bilan katta qiluvdim, sen menga shu narsani olib kelding, u narsani qilib bermading, bu narsani xohlovdim, bu narsani istagandim, sendan kutganim shu bo'ldimi degan o'y fikr xayollari farzandni yeb qo'yadi va farzand ota-onasini ko'rishga kelmaydi. Farzandni voyaga yetkazing, mehr bering, kuzatib oling. Farzandni voyaga yetkazing, mehr bering, kuzatib oling. Ular xohlasa olib keladi. Qachonki siz umidvor bo'lmasangiz, qachonki sizni ham o'sha qarigan paytda o'zingizni sevimli ishingiz bo'lsa, sevimli mashg'ulotingiz bo'lsa, toat ibodatda bo'lsangiz, duoda bo'lsangiz, shirin bir gapingiz bilan ruhlantirsangiz, maqtasangiz, atrofga o'zingizdan yaxshi bir yaxshiliklar, yaxshi so'zlar, yaxshi o'y fikrlar tarqatsangiz, farzandlaringizdan emas, umuman tashqi dunyodan sizga yaxshiliklar kelaveradi. Faqat farzanddan kutish kerak degani emas.
farzand qilmagan narsani sizni qo'shningiz ham qilishi mumkin. Lekin biz bitta teshikka qarab o'tiraveramiz. Shu farzand qilish kerak. Farzand meni yuzim yorug'. To'g'ri, hamma kutadi. Lekin farzandi 1-2 bo'lmasligiga sabab onani chiroyli duosidan ko'ra talabi ko'p. Onani chiroyli niyatidan ko'ra sharti ko'p. Shuning uchun farzandlarimiz 1-2 bo'lmaydi. Shuning uchun farzandlarimiz o'qishda, o'qishga kirishda, ishini topishda omadsiz. Chunki ota-onani hali farzandni uylantirmasdan oldin dunyo shartlari bor. Hurmatli onalar, bo'lajak millionerlarni tarbiyalashda ko'proq farzandni jamiyatga kerakli odam emas, farzandingizni jamiyatdan o'zi nima bera oladi jamiyatga, insonlarga nima ko'proq foydasi tegadi degan savolni qo'ying. Masalan, jamiyatga kerakli odam formulasi bo'yicha ishlasangiz, jamiyatga kim kerak bizga? Yurist kerak, yaxshi yurist kerak deb o'ylaysiz, chunki yuristlar yaxshi pul topadi deb o'ylaysiz masalan, yoki doktorlar, stomatolog yaxshi pul topadi, shu unga bersam bolam millioner bo'lib ketadi. Yo'q, bu noto'g'ri fikr, umuman noto'g'ri fikr. Inson sevimli ishida rivojlanadi. O'zini yaxshi ko'rgan kasbida rivojlanadi. Shu uchun harakat qilishimiz kerak. Farzandingiz dunyoga nima beradi, insonlarga nima bera oladi? Shu savolni yoshligidan qo'ying. Masalan, u legolarni 10 soat yasab o'tira olsa, toqati yetsa, biror bir narsalarni yasab bemalol o'tira olsa, undan yaxshi dasturchi, undan yaxshi arxitektor, undan yaxshi dizayner, undan yaxshi bir IT texnologiya bir yo'nalishi bo'yicha yaxshi programmist, blogerlar, montaj ustalari. Masalan, shunaqa kompyuterda bemalol hozir kunda ko'p o'g'il bolalar o'yin o'ynab o'tiradi. Bunaqa bolalarni ham bemalol qanaqadir robot yasash, robototexnika yoki dasturlash, qanaqadir narsaga yo'naltirishingiz mumkin. Lekin jamiyatga shunaqa inson kerak. Men ham farzandimni shu kasbga kirgizishim kerak, shu kasb yog'li deb agar shunaqa nazarda farzandingizni biror bir kasbga zo'rlab uni xohishini eshitmasdan kirgizishga harakat qilsangiz, bo'lajak millionerlarni tushingizda ko'rishingiz mumkin. Ko'proq insonlarga nima bera oladi farzandim, ko'proq nimada u mazza qilib o'zini o'tira oladi, toqati yetadi, sevib biror bir narsani bajaradi degan savolni qo'ying bugunoq va shu ustida ko'proq ishlang, shu ustida ko'proq qiziqing, o'sha joylarga olib boring. Robototexnika yoki o'sha programmalik, blogerlik, suxandonlik, aktyorlik mahorati, rassomlik, rassomlar qanaqa pul topadi, ertaga rassom ham bo'ladimi degan savolni qo'ya ko'rmang. Biz shunaqa fikrda bo'lmaganimiz uchun jamiyatimizda juda ko'p sohalar oqsab qolyapti. Sababi insonlar o'zini kasbida emas, insonlar zerikkanidan, o'lganning kunidan o'sha kasblarda ishlab yuribdi va insonlarga ham foydasi yaxshiroq tegmayapti. Insonlarga ko'proq nafi, ko'proq yaxshilik, ko'proq saxiylik bera olmayapti insonlar. Chunki zerikarli kasbda juda ham o'ldiradigan, ya'ni sekin hayotini yemiradigan kasblarda insonlar ishlab yuribdi. Shu uchun farzandingizni hayotini hozirdan zaharlamang. Hozirdan o'qishga, uni qiziqmagan narsalarga undashga, bu xohlamagan narsalar bilan shug'ullantirishga majburlamang. Pulni orqasidan quvishga majbur qilmang. Farzandingizni orqasidan pul o'zi qidirib yursin. Agar u o'zini kasbini ustasi bo'lsa, masalan, oddiy silestr bo'lsa ham, oddiy santexnik bo'lsa ham, oddiy bir quruvchi bo'lsa ham, lekin o'zini kasbini sevsa, uni orqasidan o'zi insonlar qidirib yuradi. Eng yaxshi usta, eng yaxshi santexnik, eng yaxshi rassom, eng yaxshi dizayner, eng yaxshi mashina, hech bo'lmasa taksi,
eng yaxshi mana shu odam taksilik qilsa ham, haydovchilik qilsa ham yaxshi, ishonchli haydovchi deb insonlar uni orqasidan o'zi quvib yurar ekan. Shuning uchun eng asosiysi farzandlaringizni inson qilib tarbiyalang. Ishonch, ya'ni bizada ishonch juda ham kam insonlar orasida. Ishonchli inson qilib tarbiyalang. Hech kimni aldamaydigan, hech kimni arzimagan pul uchun o'zini vijdonini ham, o'zini iymonini ham sotadigan insonlar qilib emas, haqiqiy bizani O'zbekistonimiz uchun kerakli odamlarga naf tegadigan, o'zini kasbida o'zini ko'rsata oladigan, o'zini kasbini juda ham sevib, mahorat, san'at darajasiga ko'taradigan buyuk insonlarni tarbiyalashimiz kerak. Buyuk insonlar bizada ko'p bo'lgan, Al-Buxoriy, Amir Temur, Alisher Navoiy, lekin biz shunaqa avlodlarimiz bo'lgan deb o'tiraverishimiz kerak emas. Bizni tarbiyalashimiz kerak shunaqa buyuk insonlarni. Buyuk insonlarni tarbiyalash uchun esa buyuk insonlar nazarida qarash kerak. Buyuk insonlarga xos sharoit yaratib berishimiz kerak. Al-Buxoriy haqida kitob o'qidim. U yerda aytiladi, Al-Buxoriy hazratlarining onalari juda ham ko'p duo qilganda, juda ham ko'p pullari bo'lganda, u paytda eng boy insonlar bo'lgan va butun pulini, butun dunyosini shu farzandiga berib o'qitavergan. Farzandini endi o'qishiga qiziqqanligi sababli hamma davlatda aylanib chiqqan va ilm o'rgangan, ilm o'rganishda butun o'sha dunyosini sarflagan. Va hozir ko'rib turibsiz, dunyoni qaysi davlatiga borsangiz, Al-Buxoriy desangiz, butun dunyo taniydigan buyuk zotlarni biz yurtidamiz. Va shunday farzandlar dunyoga keltirish uchun biz sharoit yaratib berishimiz kerak, imkoniyat yaratib berishimiz kerak. Farzandlarimizga qulaylik, farzandlarimizga chiroyli bir sharoit, chiroyli muhit, chiroyli nazar, chiroyli fikr va chiroyli duoda bo'lishimiz faqat talab etiladi. Bugungi sizlarga ilingan narsalarim mana shulardan iborat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi avjolarida sizlar bilan ko'rishguncha xayr deb qolaman.